Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Assalomu alaykum azizlarim. Sog' salomatmisizlar? Uydagilar, bola chaqalar hammalari sog' salomatmi? Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Azizlarim, siz agar Rohila Universal kanaliga yangi bo'lsangiz obuna bo'ling, like tugmachasini bosing hamda kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Azizlarim, bugun sizlar bilan juda ham ajoyib, katta-yu kichikka teng yoqadigan sosiskali bulochka tayyorlaymiz. Sosiskali bulochkamiz uchun kerakli mahsulotlar, demak, sut, suv, tuxum, shakar, margarin, tuz, dro'jja, un, razrixitel hamda 10 dona sosiska kerak bo'ladi. Demak, ishimizni boshladik. Bismillahirrohmanirrohim deb birinchi navbatda sutimizni hamda suvimizni solib, iliqqina holatida bo'ladi. Shu orada dro'jjamizni hamda razrixitellarni solib, bir dona tuxumni ham solib yuborib, yaxshigina xamir tayyorlashni boshladik. Demak, unlarni elakchadan o'tkazamiz, ko'rib turganlaringizdek. Xamirlarimizni oldin qoshiqda aralashtiramiz. Shu orada eritilgan margarinimizni ham solib yuboramiz. Margarinimiz 60 gram. Azizlarim, yana un solishni boshladik. Demak, unlarimizni elakchalardan o'tkazamiz. Unimiz 600 gram. Mana ko'rib turganlaringizdek xamirimiz yumshoqqina holatida bo'ladi azizlarim. Albatta, описаниеga qoldiraman retseptini. Mana ko'rib turganlaringizdek xamirlarimiz yumshoqqina tayyor. Xamirimizni endi selofan paket yopib, issiqqina joyga qo'yib qo'yamiz, tindirib qo'yamiz. Azizlarim, mana demak xamirlarimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Ana endi uni demak zvolachalarga, ya'ni sharikchalarga bo'lib olamiz. Sosiskamiz 10 dona edi. Zvolachalarimiz ham 10 dona qilib, demak 10 dona zvolachalarga bo'lib oldik. Mana ko'rib turganlaringizdek yana paket yopib qo'ydik ustiga. Ana endi bu zvolachalarimizni biroz tindiramiz. Mana shunday uzun-uzun qilib xamirlarimizni uzun holatiga mana ko'rib turganlaringizdek mana shunday holatda keltiramiz. Ana men hamma xamirlarni shunday holatda keltirib oldim. Keyin asta-sekinlik bilan mana ko'rib turganlaringizdek mana shunday holatda keltirdim. Ana endi asta-sekinlik bilan sosiskamizga o'ray boshlaymiz. Mana ko'rib turganlaringizdek mana shunday holatda o'raladi. Mana ko'rib turganlaringizdek. Mana shunday holatda bo'ladi azizlarim. Mana ko'rib turganlaringizdek. Yana o'rashni yana bir bora ko'rsatib o'tyapman. Azizlarim, albatta tayyorlab ko'ring. Ayniqsa bolajonlarga juda ham yoqadi. Katta-yu kichikka teng yoqadi deb o'ylayman. Albatta tayyorlab ko'ring. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana. Uyda tayyorlasangiz yaxshi. Do'konlarda ham xuddi shunga o'xshash mahsulotlar sotiladi. Lekin uydagi umuman boshqacha. Uyda tayyorlangan, qo'lda tayyorlanganning ta'mi ham boshqacha bo'ladi. Uyda albatta siz mehr qo'shib tayyorlaysiz azizlarim. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday holatda sosiskalar o'raladi. Ana endi azizlarim, biroz yana ham tindirib, biroz yana ham dam oltiramanda, mana tuxumning sarig'ini surib chiqyapman. Ko'rib turganlaringizdek, ustiga tuxumning sarig'ini oqidan ayirib oldim. Bir dona tuxumning sarig'ini. Mana ko'rib turganlaringizdek, ana endi bezak uchun kunjut hamda sidonadan foydalandim. Oldin kunjut sepib chiqdim. Keyin oz-ozdan sidona ham sepib chiqdim. Ana endi duxovkamiz qizib turibdi azizlarim. 200 gradusda 20-25 daqiqada pishib chiqadi. Mana ko'rib turganlaringizdek, demak, ajoyib bo'lgan
Bolajonlarga ayniqsa yoqadigan sosiskali bulochkalarimiz tayyor. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana ichlarini ham kesib ko'rsataman azizlarim. Mana shunday bo'ladi. Mana shunday holatda bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring.